Ana bolalar imtihondan chiqmoqda. Fikrlarini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Imtihon qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Necha natija kutyapsiz? Asib 7. Listening, reading oson, qiyin. Nisbatan readingga nisbatan listening ancha oson bo'ldi. Menimcha hamma shunaqa deb hisoblasa kerak. Chunki boshqa kandidatlarni ham eshitib ko'rdim, ularga ham readingga nisbatan listening yaxshi tushgan. Demak, yana reading qiyin. Shunaqaroq. Writingga agree disagree topik kelibdi. Siz agree bo'ldingizmi, disagreemi? Men bu topikka agree bo'ldim, chunki akademik subjektlar har doim muhim bo'lgan. Shuning uchun. Qancha vaqt tayyorlangandingiz? 1 yil. 1 yil ichida 7 olsangiz. Men uchun yaxshi natija bo'ladi. Prosta wow bo'ladi. 1 yil ichida 7 bo'lsa. Omadingiz bersa rahmat. Bugun bolalarning kayfiyati juda ham zo'r. Menimcha imtihon ancha oson bo'lganga o'xshaydi yoki ular uchun osondek ko'ringan. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Imtihon topshirib chiqdingizmi? Ha. Qanaqa bo'ldi? Bor aka, yaxshi. Kayfiyatingiz yaxshi. Menimcha imtihon oson bo'lganga o'xshaydi-a? Ha, endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor aka. Necha natija kutyapsiz? Bergan aka 6.5, 7. Qaysi? Bu kishi o'rtog'ingiz-a? Ha. Hozir gaplashdik, bu kishi bilan birga tayyorlanganmiz dedi siz bilan. Ha. Birga tayyorlanganmiz. Qancha vaqt tayyorlandingiz? 1 hafta aka. Ha? 1 hafta. 1 hafta? Endi chuqurroq 1 hafta tayyorlangansiz. Yo'q, obsha aka, ayolsiz 1 hafta tayyorlandim. 1 haftada qanday iloji bor ekan? Mana endi ko'ramiz natijasini. Rahmat omadingiz. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Imtihon topshirdingizmi? Ha, hozir. Finally. Da. Qanaqa bo'ldi imtihon? Imtihon yaxshi bo'ldi. Shu ustozimiz Bobojirov o'rgatgan metodlarni ishlatdik, task 1, task 2larni. Pacification. Ha, reading listeningda ham yaxshi natija urdik deb o'ylayman. Listening oson bo'ldimi, readingmi? Menimcha men hozircha listeningdan ham readingdan ham bir xil javoblar kutyapman. Nechta? 40 ta. Endi taxminan shu 35-37 mi deymanda. Minimum 8 da. Ha, 35. Writingchi agree bo'ldingizmi, disagreemi? Men strongly disagree bo'ldim 4x deganiga. Keyin chunki haqiqatan ham topik disagree bo'lishga nima edi, yaxshiroq edi. Ko'proq ideya bor edi menda. Ya'ni disagree bo'lib nima fikr? Writing topik to'liq topik nima edi o'zi? Topikda aytayotgandiki, что maktablarda music, arts va nima edi uchinchi? Sport yo'q bo'lib, o'rniga matematika shu scientific subjektlar qo'shsin dedi. Men unga strongly disagree dedim. Pointlarga birinchidan shu intellectual nimaga foyda beradi dedim. Ikkinchisi employment requirements yangilari chiqyapti, o'shalarga sports artsda kerak bo'ladi deb aytdim. Demak, umumiy fikrlardan kelib chiqib fikr bildirgansiz. Ha. Nasib bo'lsa umumiy natija necha bo'ladi? 8? Ja 8 emas-ku. 8,5. Shu 7,5 7. 7,5 zo'r. Omadingizni bersin, charchamang. Mayli. Hop. Assalomu alaykum. Imtihon topshirib chiqdingizmi? Qanaqa bo'ldi? Nordin. Listening, reading, bugungi ko'pchilik reading qiyin, listening oson deyishdi. Siz fikringiz? Hammasi yaxshi. Necha natija kutyapsiz? At least 7. At least 7. Qancha tayyorlangandingiz o'zi? 2. 2 yil 7 olsangiz juda ham zo'r natija. Speaking bo'ldimi yoki endimi? Bo'ldi. Speakingda qanaqa bo'ldi holatlaringiz, natija? Yaxshi. Hammasi yaxshi. Alloh Rahmat, omadingiz bersin. Qanaqa bo'ldi imtihon? Yaxshi, unchalik qiyin emas. Listening, reading, listening oson deyishdi. Ha, listening sal osonroq edi readingga qaraganda. Writing ham unchalik qiyin emas. Task 2da agree disagree, task 1da map tushdi. Mapga qanaqa yozdingiz? Yoza oldingizmi? Ha, yoza oldim. Mapda shu nima? Office building, keyin o'sha buildingni nima? Dental klinikka aylantirgan. Shu unchalik qiyin emasdi. Umumiy necha natijani kutyapsiz? 7 kamida. Qancha vaqt tayyorlangandingiz? Ancha 2 yil. 2 yil. Tayyorgarlik jarayonlaringiz qanaqa bo'ldi? Qiyinmi, osonmi? Baribir IELTS topshirish, tayyorlanish oson emas. Boshida nima, unchalik jiddiy qabul qilmagandim. Osonroq tuyulgandi, lekin mana shu oxirida IELTS kurslari ancha qiyin bo'ldi. Yaxshi, omadingiz bersin. To'g'risi umuman men kutmagan situatsiya bo'lar ekan. Baribir odamni stress bosar ekan. 2 yil shuncha tayyorlandim. O'zimga ishonchim baribir tushib ketgandi, lekin listeningdan tashqari boshqa seksiyonlar normal bo'ldi. Nimaga listening emas? O'zi listening yaxshi chiqadi deb o'ylagandim, lekin men kutgan narsalar bo'lmadi. Juda ham
eng qiyin tasklar ko'proq bo'ldi bu safar. Aynan nimalar masalan? Multiple choice. Multiple choice? Da 10 ta tushdi multiple choice. Keyin box tasklar ko'p tushdi. Necha natijani kutyapsiz umumiy? 7. 7? 7. Zo'r. Qancha tayyorlangandingiz? 2 yil. 2 yil 7 natija juda ham yaxshi, chunki 2 yil ichiga 7, ya'ni advanced darajaga chiqish bu juda ham zo'r. Speakingingiz bo'ldimi yoki endimi? Bo'ldi speaking. Speakingni qanaqa question keldi part 2 ga? Part 2 ga free time activity when I was a child degan edi. Unga yaxshi edi. Speakingni hammasi juda ham oson savollar. Boshida qo'rqdim, qiyinlashtirilgan savollar tushadi deb, lekin o'sha eski o'zim tayyorlangan savollardan tushdi. Speakingdan ko'nglim to'q. Zo'r. Speakingdan demak 7.5 kutyapsiz. Agar o'sha 2 yil tayyorlanib 7 ola olsa arziydi, agar ola olmay qolsa. Zo'r, omadingiz bersin, charchamang. Qanday bo'ldi imtihon? Zo'r bo'ldi. Kayfiyatlaringiz yaxshiga o'xshab demak. Imtihon ancha yaxshi bo'lgan. Listeningda ko'pchilik oson deyishdi. Sizning fikringiz qanaqa? Men fikrimcha listening oson bo'ldi. Readingga nisbatan oson bo'ldi. Nechta topdim deb o'ylaysiz? 30 plus qolganini bilmadim. 7 dan yuqori. Readingchi? Readingni kafolat berolmayman. Nisbatan qiyin tushdi. Ko'pchilik readingni qiyin deydi. Reading qiyinmi yoki qanaqadir yo'li bormi uni osonlashtirish uchun? Bilmadim. O'zizga bog'liq-da. Ko'proq strukturani, so'zlarni, barcha narsani bilsangiz, ishlab chiqa olasiz. Writingga agree bo'ldingizmi, disagreemi? Agree taraf bo'ldi. Nima uchun agree? Chunki sport, ya'ni musiqa va sport yo'nalishlaridan nisbatan matematika, ya'ni akademik subjektlar nisbatan yaxshiroq, kerakliroq. Ularda kelajagimiz va hayotimiz uchun karyeramizda. Demak sizga asosiy fanlar muhimroq, ularga nisbatan dedingiz. Yaxshi, speakingingiz qanaqa bo'ldi yoki endimi? Speakingim bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Face to face yoki Zoom? Face to face. Speakingda nima savollar tushdi sizga? Speakingga ham shu subject haqida savollar tushdi. Hammasi subject ekanda. Qarang, agar subjectga tayyorlangan bo'lganingiz zo'r bo'lar ekan. Shunday. Umumiy necha kutyapsiz? Umumiy 6 yo 6.5. Yaxshi, omadingiz bersin, charchamang. Qalay bo'ldi imtihon? Yaxshi. Zo'rmi? Zo'r. Xo'p, listening, reading fikrlaringiz? Reading yaxshiroq, o'ylaganimdan ko'ra yaxshiroq chiqdi. Listening biroz qiyin, ayniqsa o'sha section 4. Demak, lekin ko'pchilik studentlar listening oson, reading qiyin deyishdi. Sizning fikringiz boshqacha. Reading skill'larim yaxshiroq. Reading yaxshiroq. Xo'p, readingni ko'tarish uchun mana skilllarim yaxshiroq deyapsiz. Reading bo'yicha nima qilish kerak? Nima maslahat berasiz? Ko'proq artikl o'qiyman va Google ko'raman, ya'ni tushunishga oson bo'ladi so'zlarni. Undan tashqari artikl juda ham katta foydasi bor, ayniqsa ichidagi vokabulyar. Demak, artikl o'qisa ham tushuncha oshadi, ham vokabulyar oshadi, to'g'rimi? Ha. Yaxshi, xo'p. Demak, readingdan necha kutyapsiz? 40 ta? 35. 35, minimum 8. Da. Listeningchi? Listening 7 chiqsa xursand bo'laman. 7 chiqsa. 30 ta kam, 28 ta chiqqan deb. Writingga agree bo'ldingizmi, disagreemi? Disagree. Nimaga? Idea ko'pda, ya'ni o'sha akademik subjektlar bilan birgalikda o'sha music va sport ishni, ya'ni keraksiz deb o'ylagan, men kerakli deb yozdim, ya'ni hozirda o'zim shu sohada ham muzikantman, o'shancha. Nima qanaqa muzikda nimasiz? Boshqa aytasizmi? Yo'q, chalaman musiqa asbobi. Nima, qaysi? Milliy musiqa asboblar, rubob, xorijdan gitara chalaman, pianino. Zo'r. Demak, bu narsa sizga ancha yordam berdi. Idea ko'p. Nima deb o'ylaysiz? Artikl o'qiganingiz writingga ham foyda berdimi? Writingga unchalik ko'p emas. Men absolutning kitob o'qiganman vokabulyar uchun va grammar yordam beradi ko'proq writingga. O'sha. Keyin taskonda asosan bizda teacher qoliplar berardi. O'shani yodlab kelganman. Sizga foyda beradi. Nima deb o'ylaysiz? Yodlangan narsa foyda beradimi yo'qmi? Ozroq foydasi bor. Ozroq, lekin asosiy foydasi yo'q. Chunki deganda yodlangan narsa baribir bilinadi, tabiiy chiqmaydi o'z holati bilan. Shuning uchun yodlashni maslahat bermaymiz o'zi. Rahmat, omadingiz bersin, charchamang. Rahmat. Mayli.